Ayrim insonlar ba'zan Allohga sig'inmay, itoat etmay, shaytonga itoat etib, uning vasvasasini bajarishadi. Ba'zilar nafsiga tobe bo'lib, uning xohishlarini ijro qiladilar. Bu qabihliklardan o'zini saqlash va yolg'iz Allohga itoat etish, uning amr va farmonini bajarish, faqat Allohga sig'inish ishqning tamali hisoblanadi. Ishq aql va mantiqqa uyg'un. Biz ko'proq amallarimizning tashqi tomoniga ahamiyat beramiz. Holbuki botini muhimroqdir. Islomda niyat va ixlos asos hisoblanadi. Ishq ham aynan shu ikki buloqdan suv ichadi. Masalan, ikki kishi aynan bir ishni bajaradi. Lekin birinchisi qabuldir, ikkinchisiniki esa yo'q. Nima uchun? Negaki o'sha birinchisining niyati xolisdir. Ikkinchisining xayoli boshqa narsada, ya'ni niyati buzuq. Zohiran bir xil amal bajaradilar, ammo Allohga bo'lgan muhabbatlari bir xilda emas. Shunga ko'ra biriga mukofot beriladi, ikkinchisiga jazo. Ishq xolis samimiyatni talab etadi. Zohirparastlikni esa qabul etmaydi. Ichki poklikni, botiniy samimiyatni talab etadi. Valid ibn Abu Valid va Abu Usmon Madaniydan Uqba ibn Muslim rivoyat qiladilar. Abu Hurayradan raziyallohu anhu Janobi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam eshitib, xotirangizda yaxshi saqlangan hadisdan aytib bering deb iltimos qilindi. Mayli, yaxshi, eslaganimni ayta qolay, dedilar va xushdan ketdilar. So'ng o'zlariga kelgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning o'zlari bilan mendan bo'lak biror kimsa yo'qligida aytgan hadislarini so'zlayin deb yana hushidan ketdilar. Nihoyat hushyor tortganlaridan so'ng bu hadisni aytdilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'shanda marhamat qildilarki, Alloh taolo qiyomat kuni barchani hisob-kitob qiladi. To'planganlar tiz cho'kkan qo'yi navbatlarini kutadilar. Eng avval 3 toifa odam chaqiriladi. Qur'onni ko'kragida jamlagan kishi, mol va dunyosi ko'p bo'lgan kishi va shahid bo'lgan kishi. Alloh taolo Qur'onni yod olgan kishilardan payg'ambarga nozil etilganlarni senga o'rgatmadimmi deb so'raydi. Menga bildirding yo Rob, senga o'rgatilgan ilmga muvofiq harakat qildingmi? Ha yo Robbim, kecha kunni senga ibodat qildim. Yolg'on gapiryapsan dedi Alloh taolo. Sen yolg'on gapiryapsan deyishadi farishtalar ham. Shunda Alloh taolo aytdiki, boshqalarning falonchi o'qigan odam ilmli deb maqtashlari uchun o'qib o'rgangan eding. Seni shunday deyishdi ham. Undan keyin mol va dunyosi ko'p bo'lgan kishi o'rtaga olib chiqiladi. Alloh taolo undan men senga yetarlicha mol va dunyo bermadimmi? Hatto hech kimga muhtoj bo'lmaydigan darajada seni boy qilib qo'ymadimmi deb so'raydi. Ha, yo Robbi deb javob qiladi u odam. Senga berilgan molni nima qilding? Qanday sarflading deb so'raydi Alloh taolo. Qarindoshlar haqlariga rioya etdim. Sadaqa qildim, zakot berdim. Yolg'on gapiryapsan dedi Alloh taolo. Sen yolg'on gapiryapsan deyishadi farishtalar ham. Shunda Alloh taolo deydiki, sen odamlar meni saxiy deb atasin, deya shunday qilarding. Seni shunday atashdi ham. Shundan so'ng shahid bo'lgan kishi olib kelinadi. Janobi Haqdan sen nima uchun o'ldirilding deb so'raydi. Ya Robbi, sening yo'lingda qurbon bo'ldim. Yolg'on aytyapsan, deydi Alloh taolo unga. Sen yolg'on so'zlayapsan deyishadi farishtalar ham. Shunda Alloh taolo deydiki, mening amrimni ado etish uchun emas, odamlarining falonchi jasur ekan deyishlari uchun kurashding. Odamlar seni shunday deyishdi-ku. Abu Hurayra raziyallohu anhu davom etib aytdilarki, Janobi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shundan keyin mening tizzamga urib qo'yib, ey Abu Hurayra, qiyomat kuni Allohning maxluqlaridan
Jahannam olovida birinchi yonadiganlari ana shu 3 odamdir dedilar. Tambihul G'ofilun asarida tanqid etilishicha, bu 3 toifa avval jannat ko'rsatiladi. Ular jannatga tushamiz deb quvonib turishganlarida do'zaxga hukm bo'lishadi va bizga jannatni ko'rsatmay turib, to'g'ri do'zaxga tashlaganing durust edi deb yig'lashadi. Demak, niyati xolis bo'lmaganlarning jazosi qattiqroq bo'lar ekan. Niyati xolis bo'lmoqligi uchun esa qalbda ozmi, ko'pmi ishq bo'lmog'i shart. Mazkur sharafli hadis Muaviyaga aytilganda, bu 3 kishining boshiga shunday kulfat tushsa, boshqalarning holi qanday bo'lar ekan deb uzoq yig'lagan. So'ng hadis surasini o'qib degan ekanki, Allohning rasuli sallallohu alayhi vasallam rost so'zlabdilar. Chunki Alloh taolo kimki dunyo hayoti va uning ziynatini istasa, ularga amallarning savobini shu dunyoda mukammal berurmiz va ular dunyoda ziyon ko'rmaydilar. Ya'ni savoblari uchun ajrni ham shu dunyoda olib, oxiratda benasib bo'lurlar. Ana o'shalar uchun oxiratda do'zaxdan boshqa narsa yo'qdir. Ularning savobli ishlari xabata, barbod va qilib yurgan amallari botil bo'lur, deya marhamat qilgan-ku.